Qozi o'sha eng oxirgi uzum tokining yoniga bordi. Qarasa, u ham qalin qor bilan qoplangan, bir dona ham uzum yo'q. Shunday bo'lishi ham kerak edi-da. Axir shunday qahraton qishda uzum nima qiladi? Endi ortiga qayrilib ketmoqchi edi, men uni to'xtatib qoldim. Yo Xudo, menga nimalar bo'lyapti? Men unga ilhom beryapmanmi? Bu ish men uchun juda og'ir, chunki men nafsman, lekin hozir mijozimga teskari ish qilyapman. Yo tavba, mening ishim uni yo'ldan urish edi-ku axir. Men bo'lsam Mahmudga ortingga qayt deb shivirladim. U darhol menga quloq soldi. Qaytib usti qalin qor bilan qoplangan uzum novdalariga qo'lini uzatdi. Qo'lini muzdek qorning ichiga suqdi-yu, ko'zlarini yumib bir muddat shu holatda qoldi. Birozdan so'ng qozi qo'lini qordan chiqardi. Uning qo'lida bir bosh uzum turardi. Bu qanaqasi? Men mutlaq hayratda edim. Mahmud afandi ko'zimga shu qadar haybatli bo'lib ko'rindiki, qo'rqib, birdan qochmoqchi ham bo'ldim. Bo'lishi mumkin emas. Qishning o'rtasida uzum nima qiladi bu yerda? Vo ajab. Qozi esa qo'lini yana bir marta qorga tiqib, yana bir bosh uzum chiqardi. Keyin yana bir bosh. Mahmud afandining ko'zlaridan yoshlar oqa boshladi. Bilib turibman, u ham benihoya ta'jub ichida edi. Qozi qo'lini qor bilan qoplangan uzum novdasiga qayta tiqib, qo'lidagi savat to'lguncha uzum olaverdi. Keyin birdan qor ustiga cho'kkaladi. Ko'zlaridan oqqan shashqator yoshlar yerdagi qorlarni eritdi. Qozi qo'llarini ochdi. Shunday dedi: Allohim, sen imkonsiz narsani ham mumkin qiluvchisan. Bo'lmaganni bo'ldiruvchisan. Yo'qdan bor qiluvchisan. Sen borsanki, yo'q narsaning o'zi yo'qdir. Alhamdulillah. Mahmud afandi shunday deb yana biroz shu holatda o'tirdi, ho'ngrab yig'ladi. Keyin asta o'rnidan turib, xonaqohga qarab yo'lga tushdi. U hozirgina o'tirgan joyda nimalar bo'lganini ko'rmadi, lekin men ko'rdim. U o'tirgan joyidagi qorlar erib suv bo'ldi. Hatto so'ligan maysalar unib o'sa boshladi, lekin Mahmud buni ko'rmadi. U oyoqlari qorlarga botib xonaqoh tomon ketyapti. Ko'zi esa savatidagi uzumlarda. Shu topda xayolidan nimalar kechmadi deysiz. Bo'lib o'tgan voqeani izohlashga aqli ojiz qoldi. Bularning hammasiga o'z ko'zi bilan guvoh bo'ldi, chunki u bunga chin dildan ishongan edi. Bu hodisalar bo'layotganida men hech qanday monelik qila olmadim. Bir yo'lini topib shivirlashga urinib ko'rdim, ammo bo'lmadi. Devorga gapirgandek bo'lib qoldim. Alloh uni mendan saqlayotgan edi. Ha, xuddi shunday. Kimki Allohga bir qadam yaqinlashsa, Alloh unga 1000 qadam yaqinlashadi. Allohni sevganni Alloh ham sevadi. Uni mendan, ya'ni nafsdan himoya qiladi. Fursatdan foydalanib qolayin deb bir necha marta unga eski qiliqlarimni qilib ko'rdim. Lekin u meni tinglamadi. Men baribir tinmay pichirlay boshladim. Sen karomat ko'rsatdingmi hozir? Sen qilgan bu ish karomatmi? U birdan qadamlarini sekinlatdi. U meni eshitdi, ammo ishondimi yo'qmi buni bilmayman. Nima bo'lganda ham men hali undan voz kechganim yo'q. Mahmud afandini mana shunday Allohga yetishgan holatida ham ta'sir doiramga olishni umid qildim. Mahmud afandining ko'zlari hali ham savatdagi uzumlarda edi. Bir tomondan men qulog'iga shivirlagan gap haqida o'ylayapti. U biroz o'ylab turgach sekingina karomat dedi. Karomat dedi-yu yana jim bo'ldi. Keyin men der demas oyog'i qorga botdi. Men der demas oyog'i qorga botdi. Keyingi oyog'ini ham tashlagan edi, u ham botdi. Botqoqqa tushgan odamdek harakat qilgani sari botib ketaverdi. Chiqishga harakat qilgani sayin yiqilaverdi. Qancha urinsa ham baribir chiqa olmadi. So'ngra birdaniga harakat qilishdan to'xtadi.
tizzasigacha qorga botgan holida xitob qildi. Yo Alloh, menga yordam ber. Men deb yubordim, sen deya olmadim, xato qildim, meni afv qil. Meni yo'qdan sen borsan, men yo'qman, sen borsan. Har narsaga qodir zot sensan. Menga madad ber. Hozir shunday deb yana ko'z yosh to'kdi. Shu payt birdan uzoqdan qandaydir tovushlar eshitildi. Kimdir kelyaptimikan? Qozi avvaliga nima gapligini tushunmadi. Keyin esa uzoqdan bir darvish ko'rindi. Kelayotgan darvish xonaqoh tomondan emas, tog'ning narigi tomonidan chiqib keldi. Men uni taniyman. Lekin Mahmud afandi uni tanimaydi. Ilgari uni ko'rmagan ham. O'sha darvish yoniga kelgunicha Mahmud afandi uni sezmadi. Sal o'tgach, kelgan darvish: "Ey Mahmud, qo'limdan tut, senga yordam berayin", deb unga qo'lini uzatdi. Mahmud uning ovozini eshitib bir cho'chib tushdi. Unga yordam qo'lini uzatgan darvishga uzoq tikilib turdi. Kimligini bilmaydi, chunki avval uni ko'rmagan. "Siz kimsiz?" dedi Mahmud. "Yaqinda bilib olasan", dedi u ham. "Qanday qilib?" dedi Mahmud. "Savolsiz", dedi u. "Men", dedi Mahmud. "Sen", dedi u. Mahmud sukunat olamiga cho'mdi. Boshqa hech narsa demadi. Zero unga yordamga kelgan darvish boshqa diyorning insoni ekanini anglagan edi. Nima so'rasa ham, so'zlasa ham ularning bari savol ekanini angladi. Shuning uchun sukunatni tanladi. "Qani qo'lingni ber", dedi kelgan darvish. "Bilib qo'y, bu qo'l sendan boshqaga uzatilmaydi." Mahmud afandi qo'lini unga uzatdi. Darvish uni botib qolgan joyidan chiqarib oldi. Mahmud hayrat ichida qolib, o'ziga o'zi savollar bera boshladi. Bu darvish nima uchun keldi? Qayerdan keldi? Nima dedi? Nimaga unday dedi? Uning miyasida ana shunday savollar aylanar, hayratdan qo'li yoqasida edi. Mahmud afandi usti boshini tozalashga tushdi. Keyin darvishga qaradi, ammo hech narsa so'ramadi. Darvish ortiga qayrilib kelgan tomoniga qarab ketdi. Mahmud bir narsaga diqqat qildi. Darvish yurgan qorli yo'lda oyoq izlari yo'q edi. Qozi birdan qo'rquv ichida qoldi. U haqida hech narsa bilmagani uchun biroz sarosimaga tushdi. Yerdagi savatini qo'liga olib xonaqohga qarab shitob bilan yurib ketdi. Bir necha qadam yurgach, o'girilib ortiga yana qarab qo'ydi. So'ng qo'rqqanidan yugura-yugura xonaqohga chopdi. Xonaqohning darvozasidan ichkariga qadam bosganida Mahmudning yuzi qordek oqarib ketgan, peshonasidan reza-reza terlar oqayotgan edi. Qahraton qish kuni izg'irin sovuqda Mahmud afandi sovqotish o'rniga yonib ketayotgan edi. Qo'lida bir savat uzum bilan xonaqoh hovlisida turib qoldi. So'ng ichkariga kirdi. Kirgach hammaning nigohi unga qadalib qoldi. Ayniqsa uni ko'ra olmaydigan hasadchi ba'zi darvishlar unga qarab baqrayib turishardi. Hammasining og'zi lang ochilgan, ko'zlari Mahmud afandida emas, savatdagi uzumlarda edi. Yap-yangi uzilgan bu uzumlarni ko'rib nima deyishni bilmasdi. Mahmud sovuqdan dir-dir titrab uftodaning oldiga keldi. Uning holati ummon o'rtasida qolib ketgan kishining bir yog'ochni ko'rganida unga yopishgan, uni mahkam ushlagan kishining holati kabi edi. "Shayxim, men..." Uftoda Mahmudning gapini davom ettirishga yo'l qo'ymadi. "Bilaman bolam, bilaman", dedi-yu Mahmudni o'ng tomoniga o'tirg'izdi. Darvishlar hayratdan nima deyishini bilmay lol bo'lib qolishdi. Hasad qilgan darvishlar esa darhol tavba qilib Allohdan afv tilay boshlashdi. Mahmud biroz o'ziga kelgach, uftoda sal egilib uning quloqiga birgina so'zni pichirladi. Xizr. O'sha kecha darvishlar xonaqohining masjididan tarqalgunicha ham Mahmud afandi o'ziga kelmadi. O'sha kecha darvishlar xonaqohning masjididan tarqalgunicha ham Mahmud afandi o'ziga kelmadi. Ovozlarni eshitmadi. So'zlar qulog'iga kirmay erib ketaverdi. Ko'z o'ngi qorayib bir boshqacha bo'ldi. Ko'zi ko'rayotgan, ammo ilg'amayotgan edi. Boshidan o'tkazgan voqea nihoyatda g'aroyib, g'alati edi.
Buni anglab yetish uchun ichini to'kib yig'lashi kerak. Mahmud tunni bilan hech kimga bildirmay ho'ngrab yig'lab chiqdi. Vaqt allamahal bo'lgan, darvishlar ham sekin-sekin tarqalayotgan bir payt uftoda Mahmudning tizzasiga qo'lini qo'ydi. Bu seni tinglashga tayyorman degani edi. Mahmud tushdan uyg'ongandek seskanib ko'zini ochdi. Shayxiga qaradi. Uftoda unga tabassum qildi. Bir-birlarini darhol angladilar. "Bolam, qani gapir", dedi uftoda. Mahmud bu gapni anglamadi. Darvishlar ham uning og'zidan chiqadigan gapni kutib o'tirishgan edi. Nima deyishi mumkin? Nima uchun? Shayxi nima demoqchi bo'ldi? Qozi nima deyin degandek ustozi uftodaning ko'zlariga mo'ltirab qaradi. Nima deyishini bilmadi. Shayxi jilmayib unga samimiy tabassum qildi. Mahmud yana boshini egdi. Ko'zlarini yumdi. U nimanidir kutayotgan edi. Zero endi men ham uning qulog'iga yomonlik o'rniga yaxshilikni, g'iybat o'rniga ilhomni shivirlayotgan, unga hech qanday qarshilik qilmayotgan edim. Avvaliga u nimadir deb g'o'ldiradi, keyin esa hamma eshitadigan darajada so'zlay boshladi. Uning qalbiga ilhom berilyapti. Men esa yana hech narsa qila olmayapman. Qozi gulga oshiq bo'lgan bulbuldek sayray boshladi. Ko'zlarini yumib duo qilayotgandek xonish qildi. Agar to'g'ri yo'ldan adashgan bo'lsam, Allohim sultonim astag'firulloh. Izningsiz ne ishga yondashgan bo'lsam, Allohim sultonim astag'firulloh. Qulning ishi g'aflat, unutish, xato. Ilkingda avf, yana marhamat, rizo. O'zingdadir darmon, har dardga shifo. Allohim sultonim astag'firulloh. Ey aybni yopuvchi senga yuzlanib, irodang qudrati qalblar uyg'onib, antal karim, antal g'afforuz zunub. Allohim sultonim astag'firulloh. Qozi shularni aytib yana sukunatga berildi. Yana darvishlar taajjub ichida qolishdi. Biroz avval Mahmud o'qigan baytlarda haqiqat ufurib turibdi. Xonaqohni haqiqatning ifori tutib ketdi. Darvishlar angrayib o'zlariga kela olmay qolishdi. Ammo hammadan ko'p Mahmudning o'zi hayron edi. Bu baytlarni qanday aytganini, nima bo'lganini o'zi ham sezmay qoldi. Keyin birdan bu savollarning javobini topish uchun shayxiga yuzlandi. Uftodaning yuzida hamon o'sha go'zal tabassum bor edi. Rangi qochgan qizil lablarining orasidan qordek oppoq tishlari ko'rinib turibdi. Bolam, bu ishlar Xudodan. Barchasi Xudoning ishi. Bundan keyin sening isming Xudoyi bo'lsin. Shunday bo'ldi ham. Istanbuldagi bir joy bugun. Har kimning topingan bir buti bor. Bolam, yeysanmi? Ma ol. Men bu ovozni eshitib boshimni kitobdan ko'tardim. Boshida biroz tushunmay qoldim. Keyin o'rindiqda yonimda o'tirgan kampirni ko'rib, unga ma'nosiz qarab turdim. U esa yana tabassum bilan qo'lidagi shirinlikni menga uzatdi. Bolam, shirinlik yeysanmi deyapman. Javob bera olmadim, chunki hali kitobning ta'siridan chiqib ketmagan edim. O'zimda emas edim. Faqat boshimni chayqab, "Yo'q, rahmat" degandek bo'ldim. Bir og'iz ham so'zlay olmadim. Boshim g'ovlab ketgan edi. Kitob borgan sari ajoyibu g'aroyib holga burkana boshladi. Unda aytilgan voqealar, imkonsiz narsalar bunday bo'lishi mumkin emas. Hozir ham kitobning ta'sirida o'zim o'tirgan bog'dan, yonginamda o'tirgan bu onaxondan umuman uzoqlardaman.